Marhumlar hech nimani ko'rmaydi deb o'ylaysizmi? Marhumlar hech nimani eshitmaydi deb o'ylaysizmi? Marhumlar hech nimani bilmaydi deb kim aytdi sizga? Biz hammasini ko'rib turamiz. Hamma gapingizni eshitamiz. Faqat siz tiriklar bizning gapimizni eshitmaysiz. Bizning sizdan farqimiz shuki, oldingizga yurib bora olmaymiz. Faqat shuning uchun ora-chora tushingizga kirib turamiz. Ana oyim 10 qadam narida kaftini tizzasiga qo'yib, mayus ko'zlarini olislariga tikib o'tiribdi. Xuddi eshik oldiga chiqib, botib borayotgan quyoshga termulib yo'l poylayotgandek. O'rtamizda yonib turgan gulxan taxti ikkalamizga baravar urayapti. Nariroqda gulsafsanlar ochilib turibdi. Xuddi hovlimizdagiga o'xshagan gulsafsanlar. Rostini aytsam, shu kunni judayam sog'ingandim. Bilaman, bu oyimning haykali, ammo bugun onamning o'zini ham ko'rdim. Tirik didorini. Oyim yonimga keldi. Qarib, bir hovuch suyak bo'lib qolibdi. Sochlari oppoq. O'shanda vokzalga kirib chiqqanida bunchalik demasdi. Faqat ko'zlari o'sha, boshimni silagan qo'llari o'sha. U ham meni tanidi. Darrov tanidi. Onamning ko'z yoshi yuzimga tomganda yupatdim. Oyijon, nega yig'laysiz? Mana diydor ko'rishdik-ku. Afsus, oyim gapimni eshitmadi. Nachora, siz tiriklar bizning ovozimizni eshitmaysiz.